alaykum qizlarjonlar. Men Nafas Shavkatovna sizlarga 1 yillik daromadimni hisob kitobini ko'rsatmoqchiman. 1 yilda qancha daromad topganligimni. Qizlarjonlar, men o'tgan yili fevral oyida kirib kelganman. Fevral oyida men daromadim 45 ming so'mni tashkil qilgan. Uni ham yozmoqman qizlar. Fevral oyida meni daromadim 45 ming so'm bo'lgan va ikkinchi oyni o'zidan 1 million 200 oylikka chiqqanman va sekinlik bilan o'sish kuzatilib 9 million 900, 11 million 5, 17, 19 va hokazo va 1 yil ichida men oyligim 32 millionni tashkil qilgan. 1 yil ichida men daromadimni 10 barobarga oshira olganman qizlar. Va o'sha 1 yildan keyin meni daromadim 34-38 millionni tashkil qildi va 1 yil 3 oy davomida men direktorlik lavozimini yopdim va direktorlik oyligim menda 107 millionni tashkil etdi va meni 1 yillik daromadim 400 milliondan oshiq daromad olibman. Ersak korporatsiyadan 1 yilda shunaqangi daromadlar olsa bo'lar ekan qizlarjonlar. Sizlarni taklif qilaman.